Hamma olib ketyapti mana bu trekerlar, hamma olib ketyapti rassrochka bo'lganiga. LT paysalar qolmagan, LTZlar ham уже 10 kunda chiqadi. Faqat Premier Luke'lar 1 kunda bor. Kelinglar, ulguringlar. Yopiladi shu ham rassrochka. Oliy to'lov, bosh to'lov. Bekitdingmi Kamron? Bosh to'lovini boshqa sonlarga o'xshab. Nima qilasiz bektim, Mehmet aka, siz faqat haqiqat gapirgansiz. Ular gapiravering. Ular bekitursin, oliy to'lovini ham, boshlanish to'lovini gapiring, to'g'rimi? Gapirib tashlang. Mana o'shaning uchun xalq yaxshi ko'radi. Men kayf qilaman-da, oliy to'lovi, bosh to'lovi gapirib, arzon narxlarni aytib, kayf qilaman. Treker Premier Plus full price 2025 bez probeg. Boshlanish to'lov 7800 to'laysizlar, sug'urta hammasi ichida. 30 oyga 6300 dan Premier Treker olib ketasizlar. Ikkinchi variant, Treker rassrochkaga LTZ lyuksiz bo'ladi, 30%, 7100 boshlanish to'lov, 30 oyga 5695 mingdan Treker LTZ ni ham olib ketasizlar. Ketdik endi Onyxlarga. Onyx ham bekitdingmi boshqa sonlarga o'xshab? Aka, sizga rashmaydi, gapiravering. Ochiqchasiga ishlayman deyman. Onyx Premier Plus 30% boshlanish to'lov. Yangi Mazda 6700 boshlanish to'lov, 36 oyga 4300 dan Onyx Premier full pozitsiyasi. Agar xohlasanglar LTZ pozitsiyasi bor, 6000 boshlanish to'lov, 36 oyga 3800 dan mana Onyxlarga ham. Kelinglar, yaqinda yopiladi rassrochka. Hammanglarni sevgi hafta kutamiz. Kelaverasizlar.